Xayrli kech hammaga. Kech bo'lishiga qaramasdan xudo xolisa boshlagan ishimizni tugatib oldik. Chetlarini mana qanday berasizlar, cho'tki qilib kesib, makan eshiklar tiqildi, ideal ahvolda tekis bo'ldi. Ko'rinishi bu yoqda ham mana chetlarini tekis qilib tog'imizni kesib berdik. Makan eshiklarini tiqib berdik. Çok ideal bo'ldi ko'rinishi. Chiroyli chiqdi xudo xolasa. Shu uzunligi navisimizani 110 metr. 110 metr. 5 kun deganni xudo xolasa tugatdik. Yo'dan ko'rinishi. Yo'dan borib, masofasiga lift oldida to'xtaydi. Devor teglari ham chiroyli, ajoyib chiqdi xudo xolasa. Elit Almatada ishlab chiqarilgan 15 yil kafolatga ega sifatli Lexus mahsuloti ana shundan yopib berildi. Kimga shunaqa sifatli Lexuslar va sifatli yopadigan ustanovchilar kerak bo'lsa, adashmay bemalol bizlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. O'zimiz borib, razmerlarni o'lchab, chiroyli qilib bitkazib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kim kuzatayotgan bo'lsa, hammaga kattaga rahmat. Salomat bo'linglar. O'zlaringizni ehtiyot qiling.